Assalomu alaykum. Sizlar BBA Cars avtosalonining YouTube kanalidasiz. Xitoy avtomobillari haqida foydali hamda kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Va biz boshladik. Bugun bizning mavzuyimizda salonimizga endigina kelib o'tgan, tashqi ko'rinish hamda komfortli juda ham ideal bo'lgan Toyota haqida, ya'ni Changan K1 A06R haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda avtomobilimizning yuqorida chiroyli sport dizayn ishlangan tashqi ko'rinishi hamda xavfsizlik maksimal ta'minlash uchun oltita optronik dachkalar joylashtirilgan. Avtomobilimizda lidar dachkalari hamda bunday uzun ko'rinishdagi gabarit faralari ham bor. O'zingizlar ham bilasizlar, Xitoy avtomobillari hozirda juda ham tez bo'yicha tezlik bo'yicha ancha oldinda. Ushbu avtomobilimizning tezligini maksimal ta'minlash uchun GT Control shinalari 19 razmerli diskalarda joylashtirilgan. Hamda har bitta ballonda alohida alohida disk turmush sistemalari bor. Avtomobilimizning krilo qismida selektor zona hamda 360 kamerani ta'minlash uchun ikkita yirik kamera joylashtirilgan. Bakovlarda selektor zonalari ham juda ham ajoyib tarzda. Bakovoy dizayni ham o'zgacha tema. Yana buni dizayniga keladigan bo'lsak, eshiklari Yevro standart bo'yicha bezramishni ishlangan. Siz o'tgan bo'lsanglar, Yevropa avtobrendlaridan ko'ra dizayn jihatdan Xitoy ancha oldinga o'tib ketdi. Misol uchun hozir Moksavosh Kitosakitori yo'q, bunaqa emas. Qaranglar. U kamda men bilaman 2 marta taqlatib qo'ysanglar, shunaqa katta hajmga ega bagaj ochilib keladi. Endi avtomobilimizda yo'lovchilar maza qilib ketish uchun orqa tarafdagi komfortlarni ko'rsataman. Bitta o'zingiz ko'rib baho berasizlar. Tesla ozgina damomiz bor. Ochiq osmon ostida belinglarni og'ritmasdan mashinaga 187 gradusga buriladigan spinkalarni bitta ko'rsatib, yana yetmagan joyigacha har bitta o'rindig'ida massajlari bor ekan. Massajlarni bitta eshikni o'zidan yoqib o'tirasiz. Bu yoqdanchi, bu yoqdan spinkani o'zingizga moslab ko'tarasiz yoki tushirasiz. Voy, massajlarni. Mashinaga zvyozniy neba kerak emas. Ochiq osmon, panoramli lukda shunaqa dam olishga nima etsin? Yo'lda umuman charchoqni his qilishni xohlamasanglar, sizlarga eng zo'r tavsiya qiladigan narsam K106R bo'ladi. Avtomobilimizning shofyor qismidagi qulayliklarni tanishtirib o'tishdan oldin sizlarga bitta zo'r ma'lumot beraman. Mashinamiz bitta to'liq zaryad hamda to'liq benzin holatida 2140 km masofani bosib o'tish imkoniyatiga ega. Bu shunchaki wow, 1,5 litrli atmosferli gibrid generator motor. Elektr tokini o'zida 240 km yurish imkoniyati. Mashinamizga eng qizig'i, qimmat benzin solmasangiz ham 92 da ham yurib ketaveradi. Shofyor qismida 15.6 zoomli OLED monitor, беспроводной zaryadka, head-up display hamda shovqinni yaxshi ko'radigan tezlik ishqibozlar uchun Dolby Atmos kolonkasini eng maksimal komplektatsiyasida o'rnatilgan. Avtomobilimizda Dolby Atmos akustika sistemasidan foydalanilgan holatda 20 ta juda ham maksimal komplektatsiyadagi kolonkalar o'rnatilgan. Bu mashinani aqli bor odam hech qachon Malibu bilan qiyoslamaydi. Komfortlarni sizlar ko'rdinglar. Bu mashina uchun buni Tesla bilan qiyosladim. Bu shuncha komfort, shuncha qulayliklarni sizlar BBA Cars avtosalonidan $30,000 ga xarid qilishingiz mumkin. Endi o'zingizlarga savol berib qo'yinglar. $30,000 ga mashina qanday bo'ladi?